Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi davom qilayotgan bu kunlarda 8 dekabr kuni Amerikaning George Washington Universitetida Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash xalqaro ilmiy muhokama yig'inining qarshi elish faoliyati o'tkazildi. I want to express my deep gratitude to all of you for taking your time from your busy schedule. Bu fəaliyyətə Amerika Dövlət Məclisi, Amerika Tashqi ishlar ministerligidagi yuqori darajalik ərbablarmı alayda ko'ngil bo'lgan bo'lib, ba'zilari naq maydonda so'zlagan bo'lsa, ba'zilari tor orqali ko'ngil so'zlarini bayon qildi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan o'tkaziladigan bu xalqaro ilmiy muhokama yig'inini Uyg'ur akademiyasi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi birlikda uyushtirgan George Washington Universiteti, Indiana Universiteti, Drexel Universiteti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur Amerika birlashmasi, Uyg'ur projekti fondi, Ipak yo'li tinchlik projekti, Yaponiya Uyg'ur jamiyati qatorliq ko'plagan o'rin va tashkilotlar qo'llagan va yordam bergan. Amerika Kengash palata a'zosi Yang Kim bu qarshi elish faoliyatiga to'r orqali tabrik so'zi yo'llab, Amerika Davlat Majlisi va Amerika hukumatining amaliy harakat orqali Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga zarba berdiganligini, Uyg'ur siyosiy qonun loyihasining dal shuning uchun tuzilganligini va Amerikaning bu yo'lda davomli tirishchanlik ko'rsatganligini bildirdi. Basic human rights and distinct identities of Uyghurs and other ethnic minorities who are subject to the Chinese government's inhumane treatment. Amerika Tashqi ishlar ministerligi Demokratiya, Kishilik huquq va emgak byurosining muavin katibi Scott Bobsi naq maydonda so'z qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini, Uyg'urlarning go'zal madaniyatini yo'qotishga urinayotganligini, mushundaq xatarlik ahvolda muajiratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur kimligi va Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash uchun birlikda kurash qilishi kerakligini, Amerika hukumatining bu yo'lda tegishli burchini ado qilganligini bildirdi. We will continue to call upon the PRC government to end these abuses. We will also continue to call on the PRC to release all those who are arbitrarily detained in the PRC, including in Xinjiang, and including the sister of Rashad and Roshan, Dr. Rushan Abbas. Well, thank you for the most elaborate introduction of my person that I think I've heard. Tadqiqotchi Adrian Zensmo alqış sadalari ichida so'zga chiqib, Xitoyning hozir irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yoshirish uchun uni normallashtirish yo'liga qadam qo'yganligini, Xitoy hukumatı Uyg'urlarga madaniyat qirg'inchiligi yurgizayotgan bu vaziyatda chet eldagi Uyg'urlarning bir yerga jam bo'lib, o'z madaniyatini namoyon qilishi, o'z madaniyati orqali xalqaro jamiyatdagi mavjudligini davomli qo'g'dashining nihoyatda muhimligini o'ttirib qo'ydi. It makes it such a trauma. You know, it's one thing to have a genocide where a large part of the population is no more. But what about a genocide where there's no conclusion because somehow Bu qitimliq kutib olish faoliyatining oxirida Uyg'ur madaniyatining eng yorqin namoyandalaridan bo'lgan Uyg'ur taomlari, Uyg'ur hunar san'at buyumlari, Uyg'ur diyoriga oid surat va rasmlar tanishtirildi. Virginiyadagi Uyg'ur ona til maktabining o'smir o'quvchilari ko'rkam san'at nomerlarini ko'rsatdi.